Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlarga informatsion bir qiziqarli video qilmoqchiman. Dunyodagi auksion bozorlarida sotilgan top 5 ta eng qimmat gitara va ularning egalari haqida qisqa ma'lumotlar bo'ladi. Qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, boshladik. 5-o'rinda Beatles jamoasining solisti a'zosi bo'lgan Jon Lennonning 64-yilgi Framus gitarasi, 12 ta simli gitara 24-yilga yaqindagina may oyida 24-yilgi may oyida auksionda 2.875.000 $57.500 sotilgan. Bu gitara ancha paytgacha yo'qolgan deb hisoblangan ekan va topib olishganda anaqa nima deydi, ekspertlar aynan shu Jon Lennonnikiligini aniqlashib, auksionda sotib soqqa qilishib yuborgan. 4-o'rinda Eddie Van Halenning 84-yilgi Kramer gitarasi bo'ladi. Bu $3.932.000 ga sotilgan. Bu gitarada Hot for Teacher ashulasiga chalingan, klipida ham shu gitaradan foydalangan. 2023-yilda aynan shu $3.932.000 ga bu gitara sotilgan. 3-o'rinda men eng yaxshi ko'rgan gitaristlardan biri, chista ustoz, haqiqiy David Gilmour, Pink Floyd jamoasining solisti. Otaxon ancha qarib qoldi. Mana shu odamni 2019-yilda Blackstrat gitarasi, Fender Blackstrat gitarasi $3.975.000 ga xayriya auksionida sotilgan. David Gilmourda yana bir nechta gitaralari sotilgan. Mana shunisi eng qimmati, Blackstrat eng qimmat sotilgan narxdagilardan. Sababi bunda Comfortably Numb ashulasiga solo chalgan. Aynan bu qo'shiq, aynan bu solo dunyoda eng mashhur gitara sololaridan hisoblanadi. Aynan shuning uchun menimcha eng qimmat narxga sotilgan. Bu videosini ham ko'rgandim, auksion videosi chiqqan. Sizlar ham ko'rsanglar bo'ladi, YouTube'da bor. Va 2-o'rinda Nirvana guruhining solisti rahmatli Kurt Cobainning Fender Mustang'i, 69-yilgi Mustang'i sotilgan. Xullas $4.550.000 ga o'sha ko'k rangdagi Fender Mustang'i 2022-yilgi auksionda sotilgan ekan. Juda qimmat narxga. Birinchi o'rinda ham aynan shu Kurt Cobain, Nirvana jamoasining solistining akustik gitarasi sotilgan. 59-yilgi Martin D18 modeli naqd $6.10.000 ga 2020-yilgi auksionda sotilgan. Buni avstraliyalik Peter Friedman, Rode mikrofon asoschisi tomonidan sotib olingan ekan. Xullas do'stlar, shu dunyodagi eng qimmat 5 ta gitara haqida aytdim. Balki bundan keyin yana o'zgarishi mumkin. Chunki auksionlar har doim bo'ladi. Yilda bitta, ikkita, uchta shunaqa qimmat auksionlar bo'lib turadi. Balki yana bironta bir mashhur gitarist gitarasi bundan-da qimmat, bu reytingni o'zgartirishi ham mumkin-da, qimmatga yoki boshqa summalarga sotilib. Xullas, kommentariyada o'zingizlarni instrumentinglar haqida, nech pulligi haqida yozib ketinglar do'stlar. Qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Like bosishni ham unutmanglar. Sog' bo'linglar.